Uyda havo yo'ligidan oynani ochib yetsam chang kiradi, eshikni ochib yetsam pasha kiradi. Pashalar ham kunda isitga totdimi bilmayman, sovuq joy qidiradi. Biza konditsioner yoqmaganimizdan xabariyam. Sababi kichkina qizim shamollagan. Mayli, nima bo'lsa bo'ldi, gilamlarimni yig'aman deb undan ko'ra hovliga olib chiqib yuv olaman deb turdim. Bir payt Umid akam nima qilyapsan dedilar. Gilamlarimni olib chiqib yuv olmoqchiman desam, to'xtab turman, 1 soatda kelaman dedilar. Chiqib ketdilar. Nimaga ketganlarini bilmayman. Oradan 2 soat o'tib qaytib keldilar. Men posudalarimni yuvayotganimda hovlida taqir-tuqir bo'ldi. Chiqib kelsam bir payt Mashinada holatga bu rabakning pro eslicha. Boshimni qotirmaysan boshqa. Tabriklasanglar bo'ladi. O'zim kelinman, lekin meni ham kelinim bor edi. Rabaklin anchadan beri xohlayotgan edim. Bu eng oxirgi pro versiyasi qizlar. Men raspakovka qilishni boshladim, qizlar tomosha qilib turing. Endi bemalol maza qilib uylarni tozalayman. Endi menga qozonimni qopqonlari ham kerak bo'lmaydi. Divanlarimni ham o'zim yuvaman, o'zim himcheska qilaman. Gilamlarimni ham polностью yuvolaman. Hech qanaqa yuvishga bermayman. Endi rabaklin bilan hamma narsani eplasa bo'ladi dedim. Raspakovka qilib shunaqangi xursand bo'ldim. Bularni qaranglar, shlankalarni. Ham sensordan, ham pultdan bemalol boshqarsanglar bo'ladi. Menga eng yoqqan tomoni koronavirusdan keyin shu bakteriyalarni o'ldiradigan suyuqligini ham qo'shibdi. Aromatizatorlarga gap bo'lishi mumkin emas. Mayli, endi ko'p gapirmaylikda amalda sinab ko'ramiz. O'sha videolarda ko'rganimdek xonani changini ko'rsatishadi-yu, men ham shunaqa tezroq qilib ko'rgim keldi. Suvlarni soldim deb, endi xonani changini ko'ringlar qizlar. O'zimcha oynani ochmayotgandim, chang kiradi deb. Tavba, uyimda shuncha chang bor ekan. Xonani changini olib bo'lgandan keyin xuddi armiyada soldatlar avtomatini yig'ganda, men ham pilsosimni yig'dim deb mo'yka qilishni boshladim. Bir hafta oldin shu divonimni yuvdim, ko'ruvdinglar. Birinchi bo'lmani suvlarini sepoldim, keyin shotkasida ishqalab chiqib, mana endi tortib olamiz qizlar. Bittada rezultati bilindi. Mana ko'rsanglar bo'ladi, даже loy suv chiqayotgani ham bilinyapti. Mana o'zim ko'rib shotkani ko'rdinglar, kirni qanchaligini. Endi bo'lsa gilamimni tozalayman dedim deb boshqa nasatkasini qo'yib gilamimni pilsos qilishni boshladim. Mana bemalol sensordan ham pultdan ham boshqarsanglar bo'ladi qizlar. Gilamimni pilsos qilib bo'lgandan keyin mana ko'rib turibsizlar, gilamimdan просто chiqqan changi o'zi shuncha. Endi bo'lsa oxirgi etap mo'yshin nasatkasini qo'ydim-da, gilamlarimni top-toza qilib yuvib oldim. Ha, aytgancha meni nomimdan chiqsanglar, sizlarga shunaqa qozondan bilan podarka qilishadi. Bu videoni tozalikni yaxshi ko'radigan kelinkalarga jo'natib qo'yamiz.